Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabını okuyatmız. Bugün bu ilim hakkındaki kitabının tüvendik babıda ilim ügengen ve ügetken kişinin fezileti hakkındaki bayanlarını vermektir. Yani bu yukarı bab bilen tüngek oldaki ders bilen qanday münasebeti var dese, oldaki babda ilim ügünüşke kızıktırış, ilim ügünüşnün fezileti hakkında bayan qilgan. Hem de ilim ügengendan keyin çoqum bir adam alim bo'lishi mumkin. Shularning ichida ma'lum bir kishilar. Hem de şu alim bo'lganning, ügengenning, shundaqla ügengen ilmini onundan keyin taqatganning fezileti hakkında degan bu babni o'tirib qo'yapti. Bu ham 79-numurlik hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Ala hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat İmam Buxoriy rahmatullohi alayhniki ustozlaridan Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamadani degan nom bilan mashhur. Yak Abi Kurayb ismi bilan mu, yak Abi Karb ismi bilan mu mashhur kunyasi. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida o'zini aytib rostchil, kerak yo'q, chataq yo'q. Köp hadislarni rivoyat qilgan adam deb shu bayonlarni bergan. Bu odam ko'pidik tug'a vaqtida 300 ming hadisni yod biladi ekan, 300 ming hadisni taqilgan ekan o'sha odamning nomida. Bu odam 248-yilda o'lib ketgan. Bu odam deydi bizga hamda Hammad ibn Usama hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zatning ismi bo'lsa kunyasi Abu Usama nomi bilan mashhur. Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Hashimi al-Qurayshi nomi bilan. O'zi ko'pida yashagan Qurayshlarningki shu Hashim jamiyatidan, ya'ni payg'ambarimizga tuqqan keladigan odamlarning biri. Ayni davrdagi donglik raviylardan hadis rivoyat qilgan. Hisham ibn Urva qatorliq kishilardan ko'p hadis rivoyat qilgan. Hisham ibn Urvaning o'zida ham 600 dan hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Hatto bu kishi İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'nin qatorliq boshqa hadis olimlarining ustoz bo'ladi. Ulamolar baho bergan vaqtida mazmut, ishonchlik, rostchil, hujjat, hofiz adam degan sifatlarni bergan. Bu odamning o'zining deyishicha, men 100 ming hadisni mush barmoqim bilan yozgan deb barmoqini ko'rsatgan. Bu odam 201-yili 80 yoshida o'lib ketgan bu odam. Bu zat hamda Burayd ibn Abdullah'dan hadis rivoyat qilyapti. Burayd ibn Abdullah buning kunyasi Abu Burda nomi bilan mashhur. Bu boshda o'tib bo'lgan hamda Abu Musa al-Ashariyniki tuqqanlardan bo'ladi deb o'tdik. Bu kishi Abu Burdadan hadis rivoyat qildi. Abu Burda ismi Amir. Bu kishi Abu Musadan. Abu Musa bo'lsa Abu Musa al-Ashari. Bundaqda bu yerda dadibolalarning hadisida mana dadisi bolasiga balası nevirlerge degandek hadis so'zlab berganlar bo'ladi. Bularning tarjimalı başda o'tgan. Bu kishilar edi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda bir o'qitish so'zni qilyapti. Bu o'qitish hamda 3 xil o'qitishda, bu 3 xil o'qitishningki ikkisi ijobiylik tusini olgan, birisi salbiylik tusini olgan. Ondaqda Rasulullah nima deydi? Rasulullahning so'zi quloq solaylik. Payg'ambar sallam shunday dedi-da, men Alloh subhanahu va taolo elchi qilib evatgan hidoyat va ilm mush ko'p yomg'irga o'xshaydi dedi. Bu yomg'ir munbat, pokiz bir tuproqqa tushgan bo'lsa, shu tushgan yomg'irni bu yer qabul qilib, u yerda o't cho'plar, nurg'un shox-shum bo'lar masalan, ziroatlar, o't cho'plar ungan bir yerli bor. Bunga o'xshaydiganlar bo'ladi. Bu yomg'ir tushgan vaqtida bu yomg'irni qabul qilmaydigan bir qism bunda qattiq bir zaminlar bo'ladi. Bu yerda suvni o'zi tutib tura oladi, masalan, kulchak bo'la oladi, masalan, kulchakdek. Alloh taolo bu suvlarni ya'ni kishilarga foyda yetkazdi. Masalan, kishilar o suvdan, kulchakdan ichidi, uloqlarini sug'urishidi, yoki bog'varallarni undan sug'urdi deganga o'xshashda. Bu zamindan yana bir qism zaminlar borda. Bu zaminlar o'z to'ptiz, masalan, qumliqqa o'xshash qumloqdakda. Bundaq zaminlar bor, yerli bor. Bu ya suvni tutib turolmaydi, ya u yomg'ir tushgandan keyin u yerdan bir o't cho'p unmaydi.
Foydasiz, manfaatsiz. Endi yuqoridagi mushu ziminlarning o'qishi nimaga o'xshaydi deganda Allohning dinida olim bo'lib, Allohning dinini yaxshi tushunib dinni va men avatilgan hidoyat, Qur'on, hadislardan yaxshi foydalanib, ham o'zim o'rganib, boshqalarga o'rgatgan odam. Bu birinchi zamonga o'xshaydi-da. Yana birisi ilm hikmatga bunda qarab qo'ymadi, nazarni solmadi deydi. Alloh taolo men avatgan bu Qur'on sunnatning hidoyatini qabul qilmadi. Mana o'xshaydigan odamlar bu oxirdagi qumliq ya boshqalarga suv saqlab berolmaydigan va yoki shu biznes unmaydigan mushta qumliq zamonga o'xshaydi o dedi. Abu Abdullah mundaq deydi. Abu Abdullah Imom Buxoriyning ismi. Ishaq degan odam mundaq degan deydi. Balki bu Ishaq ibn Rahiviy bo'lishi mumkin. Imom Buxoriyniki xos ustozlardan. Buxoriyning yozishga turtki bo'lgan olim bu. Boshdagi labz kalimalarni tushuntirish qilib yerda o zaminning ichida bir qism zaminlar bor, suvni yig'ib saqlaydigan deb mundaqmi tushuntirgan. Yana birisi suv laylab turadigan, suv ustida laylab turadigan bir cho'nqi, bir ko'ldek o'rin deb mundaqmi tushuntirilgan ba'zi yerlar tushuntirgan vaqtida. Hamda sapsapil mustavi degan yerdan mundaq tüp düz qaqqas yer degan bo'ldi. Undaqda bu mushtaq Teklimkanning cho'lidek hech narsa unmaydigan qarsa bir kang ketgan bir dala. Mushtaq yerga qartilgan. Endi bu yuqorqi misolda hamda kishilar asosan bu yerda 3 turga bo'lingan. Birinchi turdagi odamlar shu ilm o'rgangan kishilarning qatoridagi kishilardan masalan shu ilmni yaxshi o'rgangan, ilmni yaxshi tushunadigan mujtahid, faqih odamlar borda. Bu o'zimi o'rganganga amal qila oladigan, ham boshqalarga o'rgata oladigan, ham boshqalarga bildira oladigan tipdagi odamlar. Bu yuqori qatlamdagi kishilarda. Ikkinchisi bo'lsa, o'zi boshqalarga o'rgatolmaydi. Yoki uningdan ma'lum bir yakun chiqara olmaydi. Ammo shu ilmni saqlab bera oladi-da, masalan, raviylar va bir qism raviylar uningdan ijtihod darsiga yetgan emas. Ular faqat keyingi avlodlarga yetkazib bera oladi-da bu ilmni. Bumi yana yaxshi şekildeki adamlar, ilmli kişiler qatorida hisoblanadi. Üçüncü turdagi o'qitish bo'lsa, bu ayiblik, bu salbiyroq obraz bu. Bu qanday odam degan vaqtida bu ilm deganga xush yoqmaydigan, ilm o'rganmaydigan nadan musulmon qartilgan. Yoki bo'lmasa o'zi ilmni o'rgangan bilan o'z ilmiga amal qilmaydigan yoki boshqalarga o'rgatmaydigan bu shakldagi musulmon olimga qartilgan bu. Yoki bo'lmasa 5-ni ko'tamdi degandan masalan hidoyatni qabul qilmagan masalan bir qism kofirlarga semol qilingan deyishkin bo'ldi. Endi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu hadis o'sha ilm o'rganishningki fazilati, ortiqchiligi, bilishning fazilatini bayon qilgan shaklda kelgan. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.